Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar uchun 600 kilogramm va 1 tonnagacha ko'taruvchi elektronli muravelamizni qisqacha obzor qilib beramiz. Muravelamiz o'zingizga ko'rish mumkin. Ikkovini ham bezellari anchagina chiroyli qilib ishlangan. Bittasi 3 tali faralar bilan, bittasi 7 tali faralar bilan jihozlangan. Birinchi navbatda 600 kiloli materialimizni sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz. Yuk ko'tarish 600 kilogramm, bort razmeri 1.60 ga 1.20 qilib ishlangan. Akkumulyatorlar 6 tali 65 amperlikdan miya motor esa 1200 vattli miya motorlar bilan jihozlangan. Salonda ichlarni ham o'zingiz ko'rish mumkin. Magnitofon kolonka, pechka ham tepada o'zining alohida luklari, ventilyatorlari ham mavjud. Bu degani sizlar yozda ham, qishda ham yurishingiz mumkin. O'zining alohida panejniy qismlari ham bor. Endi 1 tonnali materialimizga keladigan bo'lsak, 1 tonnali materialimiz o'zingiz ko'rish mumkin. Anchagina keng qilib ishlangan, 2 kishigacha odam bemalol o'tirib keta oladi. Tepadagi faralarga ham o'zlaring bitta baho berib o'tkazasizlar. Salon qismlari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan. Magnitofon kolonka hamda zatning kameralari ham mavjud. Avtomatik korobka bilan jihozlangan. Tepasi luklari ham 600 kiloga qaraganda anchagina katta qilib ishlangan akalar. Yurish kilometri bemalol 70 kilometrgacha yuradi. Yurish tezligi 50 tezlikka chiqadi. O'zining panejniy qismlari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan. Bort razmerimiz esa 1.80 ga 1.30 qilib ishlangan. Ikkita yonda o'zining alohida tuyagalari ham mavjud. Hattoki bu tuyaga materialimizning orqa tarafida ham bor. Bitta sizlarga arqa stopini yoqib ko'rsatib beraman hozir akalar. Arqa stoplari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan. O'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Oldi qismlariga esa o'zlaring bitta baho berasiz. Oldi qism faralari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan. O'zlaring bitta ko'rishingiz mumkin akalar. Hamda o'zining tepasida mana bunaqa bemalol yuk tashigan narsalari ham bor. Zapaska balon ikkovida ham mavjud akalar. Bemalol pastga nimalarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.